شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz ilgirki derslerimizde ahli kitobninki qilgan, etgan, xatolik, tushib ketgan ma'siyatlari haqida so'zlab va shunga munosabatlik buning tubki sabablari haqida so'zlab kelgan. Qur'on bu qissalar orqali, bu jarayon orqali bir tarafdan Payg'ambar alayhissalatu vassalamning davridagi ahli kitobni eskartsa, agahlandırsa, yana bir tarafdan biz musulmonlarni, mo'minlarni ahli kitob tushib ketgan bu patqoqqa, bu xatolikqa tushib ketmaslikka eskartayotgan. Qissa oralig'ida turib Rasulullohning davridagi ahli kitoblarga ancha muncha tegish qilgan. Chunki deyishi mumkin, ota-onamizningki burunqi ajdodlarimizning qilgan xatoligi bizga nima munosabati, nima aloqasi bor? Ular xatolasi o'ziga xatolashdi. Biz bugunimizni tanlaymiz degandek bir fikr chiqib qolishi mumkin. Shu asosda Alloh subhanahu va taolo bularning mohiyatini aytib, mayli o'tmishdagi Banu Isroil olsun yoki bugungi kundagi Payg'ambar alayhissalomning davridagi ahli kitob, Yahudi boshda ahli kitob bo'lsin, bularning hammasining xarakteri o'xshashligi. Ya'ni keyingi avlodlar qandaqdir ilgirki ajdodlarininki o'tkazgan xatoligining badalini o'taydigan manda ish yo'q. Ulumi shu, bulumi shu. Bularning idisi ulardan farqlanmagachga bular boshdan oxir badal o'tayotdi, jazolanayotdi, dunyodagi xorliqqa mahkum bo'layotdi deganni bizga ifodalash uchun davomli o'z vaqtidagi ajdodlarininki qissalarini so'zlagandan boshqa bugungi kundagi, ya'ni Payg'ambar alayhissalomning davridagi ahli kitobning ahvolini qistirib ma'lumotidi. Bularning xatoligini bizga oshkorlayotdi. Tabiiyki biz ahli kitobninki Rasulullohning davrida yashagan Banu Isroil va undan ilgiriki ajdodlarining umumiy qilgan, etgan ishlarining xarakterini bugungi kundagi ahli kitobga, bugungi kundagi xristian yahudilarga solsak, aynı şekilde bularning xarakteri ta hozirga qadar o'zgarmadi. Bu xatolik bugunmi bor? Bulardagi bu ig'ir jinoyat bugunmi bor? Shu o'z vaqtida o'tkazayotgan masalalarini bugunmi o'tkazayotdi? Qur'oni Karimda bularning masalasining bunchalik ko'p shaklda tilga olinishining hikmatini biz bugun Payg'ambar alayhissalom dunyodan ketib 1400 yildan keyingi ahli kitob qarab baqsaqmi, biz ba'zi hikmatlarni tushunamiz. Chunki bularning xarakteri shu shaklda oxirgacha davom qiladi. Bular qiyomatgacha biz bilan tang mang'udi dunyoda birga yashaymiz. Bularning shu xarakteri bizga uzluksiz ko'rinib turadi. Bizlar shu xarakterining orqasiga yo'shilgan ziyonkashliklar, yomon oqibatlar o'tirib chiqib turadi. Bu nuqtadan Qur'oni Karimda bulardan alohida bizni qana qilgan eskartgan. Am bugungi darsimizda, ya'ni Sura Baqaraninki 90-oyatida Alloh subhanahu va taolo Payg'ambar alayhissalatu vassalamning davridagi ahli kitoblarninki o'ziga kelgan bir qitimli fursatni qo'ldan berganligini tilga oladi. To'g'ri, ajdodlari burunqi dadilari, bovalari xatolik o'tkazdi. Ammo insonga davomli fursatlar kelib turadi. Payg'ambar alayhissalomning davridagi Yahudilarga fursat kelgan. Bular shu fursatni amaliyotda kutgan o'zi. Biz ilgirki darsimiz degandek Madinadagi arablarga pat-pat tahdid solatdi bular.
Qo'rqitatdi bularni. Bir payg'ambar keladi, uning sifatimanda bizning kitoblarimizda shunday tilga olingan, biz kelsa mush payg'ambarlarning haqqasini aytib beramiz deb tahdid salatdi bular. Bular o'ylaganki, xuddi ilgirkiga o'xshashla Banu Isroildan ko'p payg'ambar chiqadi dedik-ki, ya. Shuningga o'xshashla bu qatimqi payg'ambarimiz bizning aramizdan chiqadi. Chunki biz degan Xudoyimning tanlagan ummatimiz, Xudoyimning tanlagan bandalari biz. Banu Isroilni dunyoga ortiq qilgan, bizga nurg'un nima mashta bo'ladi deb o'ylagan. Ammo masala aks chiqib qoldi bularning o'ylaganidan. Bular o'ylagandek payg'ambar bularning ichidan chiqmay, boshqa millatdan chiqib qoldi. Ya'ni arablarning ichidan chiqib qoldi. Bular yaratmaydigan, ko'zga kelmaydigan, arabiy deydigan arablarning ichidan chiqib qoldi. Alloh dunyo millatlarining hammasi Allohning bandasi o'g'asqa millatlarga aylantirib berdi. Bunun berdi, shukr qilsa davomlashtirib, shukr qilmasa evaladi. Yana biriga berdi. Umi shukr qilmasa evaladi. Yana bir mushtab bo'ladi. Alloh o'z fazlini xalqan odamga berdi. Buningga ichini echitmaslik kerak asli. To'g'ri, odam yaxshilikning o'zining ichida bo'lishini umid qiladi. Ammo unda olmay qolsa, boshqalarga ziyonkashlik qilish, haqdan bosh tortish, haqiqatga qarshi chiqish, taqozo qilmaydi u ahvol. Mavla aksi unda bo'ldi-da. Bizning ichimizdan chiqdi deb turgan, ammo arablarning ichidan chiqibdi, buningga bulanmadi. Ya'ni hasad qildi. Bu nuqtadan buni oldiga kelgan bir qatimliq naydi go'zal bir fursatni qo'ldan berdi. Bugungi oyatda Alloh subhanahu va taolo bu go'zal fursatni, bu qo'ldan bergan go'zal fursatni tilg'ilib navbatdi. Bi'samashtaru bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallohu baghyan ay yunzilallohu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Bular bu qatimliq savdodan nahayat ziyon tortdi deydi Alloh. Bu qatimliq bunning qilgan savdosi pek ziyonli qoldi. Ya'ni Qur'oni Karimda biz burundan tortib tilg'ilayotgan, oyatlarda shunday ifodalanayotgan bir masala bor. Iymonni Alloh subhanahu va taolo bir savdo sifatida ifodalaydi davomli. Bir odamning iymon aytish badaliga jannatga erishganni bir savdo setiqqa o'xshatadi Alloh. Bu savdoning asli qonuniyati. Normal savdoni bir aslab boqaylik, savdo degan nima? Menda pul bor. Hech kim pulni qo'ldan chiqarib etkisi yo'q. Ammo menga kitob ehtiyojliq. Bu kitob ehtiyojli bo'lg'achqa men kitobxonga borib bu kitobni olaman, buning badaliga pul berman. Ya'ni menga ehtiyojli bo'lgan bir narsani olaman. Iymon masalasida dal shunga o'xshaydi. Odamning hayoti, jini, o'zi qimmatli bir pulga o'xshaydi. Ammo biz mangulik, abadiylik ne'mat uchun, jannat uchun o'zimizni tegishimiz. O'zimizni pulning o'rnida, ya'ni jannatni olamiz, uning badaliga hayotimizni beramiz. Dunyoda shu jannatning yo'lida yashaymiz. Navbat kelib qolsa jannatning yo'lida jinimizni beramiz. Ya'ni jannat, oxirat bizga nisbatan bir qimmatli molga o'xshaydi. Buning badaliga hayotimizni berdik. Bu savdoning shakli butdi. Ammo bular bu savdoni ta'tir qildi. Ya'ni oxiratni bular birvatdi, xuddi pulni birvatga o'xshaydi. Bularning asosiy maqsad o'zi bo'lib qoldi. Dedik-ku, savdoda asosiy maqsad nima? Ehtiyoj bo'lgan mol asosiy maqsad. Buning badaliga pul berdik. Xuddi shunga o'xshash iymon masalasida bizga asosiy nishon bo'lgan oxirat jannatda, buning badaliga biz hayotimizni berdik. Ammo ahli kitob ta'tir qildiki, o'zining nishonini hayot dunyo qildi, o'zi qildi, o'zining nafs qildi. Buning badaliga jannatni qo'ldan berdi, oxiratni qo'ldan berdi. Ya'ni pulni molni pulni o'rniga. Ya'ni bu savdoni ta'tir qiladi bular. Bularning bu qatim tortgan zini nima desa, ay yakfuru bima anzalalloh. Ya'ni bular o'zini nachar shaklda, bu nachar bir savdo qildiki, o'zini setib oldi degani, ya'ni asosiy nishonni o'zi qilib oldi bular. Bularning hayoti qilib oldi bular. Dunyoni o'zining asosiy nishon qildi. Ya'ni Alloh tushirgan Qur'onga kofir bo'ladi. Bu bek og'ir ish bu. Bularning bu xil shaklda bu savdoda ziyon tortishning sababi, ya'ni Alloh tushirgan Qur'oni Karimga kofir bo'lish orqali o'zini setib oldi, oxiratni sotdi bular. Ya'ni o'zini saqlab qilib, hayotini saqlab qilib, hayoti dunyoni saqlab qilib, oxiratni qo'ldan berdi. Bu
bagyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha min ibadi. Allah'ın özünün bendilerinin içindeki xalqalarga öz fazlını düşürgenligiga hasad qilib. Bu noktada hadidin iş bayatında dedik ki, bular peygamberler özümüzden içinden çıkıp dep oylagan. Ama peygamber özünün içinden çıkmay kalıverdi. Bunun için demedi bular. Ben nemde bunu peygamberlik kıldı. Muş Arabilerin için peygamber çıkamda? Ay yok, biz onda peygamberlik egeyleyiz. Bu kıl şekilde muamele kıldı bular. Şunu olamula feba'u bi gadabin ala gadabin. Kat üstü gazab bilan qaytdı bularning aqibati shu oldu. Çünkü bular tarihi hatalıkını eğer ötküzgen bir milletti. Bunu yuyuşunun güzel bir fırsatı. Bu fırsatını kolduğum bir tarihi hatalıkının üstü yeni bir hatalık ötküzdü. Gadabın ala gadab degeni Allah'ın kat üstü gazaba girişti bular. Velil kafirine azabun muhin. Kafirlarga dertlik azaplar deydi. Yani Abdur bunu izahlab devatıdı. Yahudiler Peygamber aleyhisselam'a iman etişini ret qilgan vaqtida Allah bularni öz rahmetini qo'llagan vaqtda ilgirki oyatlarda chiqdi bu. Allah bizga bularningki özrini naqadar yomon bir shaklda setib olganligini, o'zini tanlaganligini, dunyosini tanlaganligini oxiratining badaliga buni tilga oldi. Endi mush oyatda ishlatgan bir so'z bor, bu arab tiliga munosabatli tadqiqot, ya'ni ishtaro deb bir so'z bor. Biz bu haqda ilgirki oyatda so'zlab o'tgan. Biz odatda normal shu vaqtda degan normalda savdo qilgan vaqtida bizga nishon olgan, biz asosiy maqsad deb qaraydigan malni elib, buning badaliga pul o'tdik. Lekin Mavla bu savdoda, ya'ni biz bu iymon savdosida bizga asosliq maqsad olgan oxiratdi. Bizga lozimi shu, jannatda bizga lozimi shu. Buning badaliga biz hayoti dunyoyimizni buning biritdik. Ammo bular buni dal ta'tir qilib asosiy maqsadlik olgan narsani pulning o'rnida berib o'tib, pulning o'rnida birdigan vositani asosiy maqsad qilib oldi. Ya'ni bizcha olgan vaqtida, iymonning talabbuchi olgan vaqtida bizning nafsimiz, dinimiz, hayotimiz, dunyoyimiz biz mangulik ne'mat, mangulik jannatning qarshiligida birdigan kichkina bir badaldi. Ama bular bunu da qilmadi. Bizning asas nishonimiz jannat, asas nishonimiz oxiratda ya. Bular asas nishonini nafsi qildi, dunyosi qildi, hayoti qildi. Buning badaliga o'zi erishmoqchi bo'lgan qiyomatdagi jannatni, oxiratni ba'di bular ta'tir qildi. Endi biz mishakaga vaqtda arab tilidagi ishtaro, sharo degan ikki til o'tirdagi farqni bir bilib olaylik. Ishtaro setib olish degan ma'noda, sharo setish degan ma'noda Yusuf alayhisolamning qissida Yusuf alayhisolamni bular mayt oddiy pulga sotdi degan iborat va sharawhu bi thamanin baxsin darahima ma'duda deb sharo degan tilda ifodalangan. Endi oyat-i karimada, hozir Yusuf alayhisolamning ahvol tilg'ilingan oyat-i karimada sharo degani sotdi az pulga demakchi. Ishtaro setib oldi degan ma'noda. Ama ishtaro ba'zi vaqtda sotdi degan ma'nosini keladi. Nimishqa? Chunki ba'zi vaqtlarda mana bir gapchi bu asli. Yana qaytib kelsam, bir savdo qilgan vaqtda asosiy maqsad mol bo'ldi. Bir odam molga ehtiyoji qolmasa, bika yangi pul chiqarib mol olmaydi. Savdoning asli shakli bu. Bu shaklda bo'lsa, bir molga ehtiyojliqing va sen buning badaliga pul verding, bu vaqtida sening mushu molni sotib olganligingni ishtaro deb ifodalaydi. Ama bazı vaqtlarda bir malga ehtiyojliqing var. Bir ma'lum bir malga. Sende pul var. Berib şu malni pulga qana qilsa, sotib olsa, bu normal bayatın degandek ishtaro. Ama bunda bir faraz qilsak, sen bir malga ehtiyojliq, zarur, masalan, doğru deyli. Ama sende pul yo'q. Sunun qarshiliqida birdigan boshqa bir mal var. Masalan, Qur'ondagi soatni beraydi. Masalan, soat yoki bir isl qalam deyli. Doğruxonga berib, menga doğru lazımdı. Shunami? Ammo menda pul yo'q, bu soatimni sizga beray. Bu soatga muvofiq bir doğru bering. Yoki bir ochliq kerak menga. Men soat bor. Menga ozroq ochliq lazımdı, balarim och. Menga hozir pul yo'q. Men bu soatni sizga beraman deb malni pulga olmay, malni malga olgan bo'lsak, bu vaqtida pulmi mal, malmi mal oldu. Yani setib oladigan narsimi mal, uning badaliga beradigan pulmi mal olgan bo'ladi. Mushu vaqtida savdo sotiqda bir xil almish yuz beradi. Ya'ni setib olgan narsimi mal, sotgan narsimi mal bo'ladi. Mashta vaqtida
ishtara satdi degan ma'noda ham qanday qilindi, qo'llanildi. Tamam. Bu nuqtani tushungan bo'lsangiz biz oyatning o'ziga qaytib kelaylik. Allah subhanahu va taolo bugungi oyatda bi'sa mashtaru bihi anfusahum degan yerda, ya'ni ular o'zlarini satdi, yani setib oldi. O'zlarini setib oldi degani o'zlarini asosiy maqsadlik narsa o'rnida tanladi, oxiratni qo'ldan berdi. Xuddi bularga oyat ifshiltadi ma'pilni. Ya'ni bular o'zicha naytizrak o'zini nayti aqlliq deb da'vo qilganlik sababli, davomli moddiy narsalarga ishonganlik sababli bu moddiy narsalarni o'ylaydigan, masalalarga moddiy ko'zdan qaraydigan odamlarga shu bo'yicha xitob qilish kerak. Moddiy narsaning asosi ilm, setim. Ilm, setim. Shu yusidan Alloh subhanahu va taolo bularga xitob qilgan vaqtda iymon yo'lini xitob, davomli ilm, setim shaklida xitob qiladi. Odatda normalda bizmi ba'zilikqa ishlarimizda ig'ir darajada ziyon tortsak, bu qatimqi savdo deb savdomusi masalan. Albatta bu iymon masalasi savdo emas, lekin savdo shaklida ifodalayapti Alloh subhanahu va taolo. Agar bular haqiqatan mushu savdoning haqiqiy mohiyatini obdan tushunsa, bunun nəhayət ig'ir darajada ziyon tortadigan savdoni qilganligini bila oladi. Asli foydaladigan savdo degan nima? Cho'qim bular Allah subhanahu va taolo öğretken Muhammed Aleyhisselam'a tushirgan Qur'onni tasdiqlash qarashligida o'zini setib oldi bular. Lekin unda qilmadi bular. Bular o'zlarini o'zining kelgusini, oxiratini, jannatini setib, kufrni setib oldi. Endi ap qoladigini ma'v oldi. Bular bu savdoda ziyon tortdi. Chunki bular dunyoda xorliqni oldi, oxiratda azobni oldi. Alloh subhanahu va taolo bir qism azoblarni dunyoda qiladi. Nimishqa dunyodagi ishlarning mizoni to'g'ri. Nimishqa xato qilganlar jazoni yeganlar, zulm sog'anlar, fasochilik qilganlar qilaversa, bularning ishi yurishaversa, boshqalarga ta'sir qiladi. Shunga bularning bir qism jazosini dunyoda berdi Alloh. Ya'ni oxiratga iymon etmagan odam va qarab bo'ladi ekan-ku. Bu qilganimizni qilsak bo'ladi ekan. Chunki hech qanday xatolik o'tkazgandan hech qanday xato jazosini tatmasa, bir odam hayotida zulm qilib ketaversa dunyoda, bir odam hayotida boshqalarga askilik qilib ketaversa, hayotida boshqalarning mol-mulkini yeyib ketaversa, bo'lmaydi bu. Ishlar buziladi. Buni sal intizom qilish uchun ularning bir qismi jazolanadi. Ma'lum shaklda. Masalan, bir odam oxiratga iymon etmaydi. Ama bunun yeni bir tarafi var. Ama gapni deyishni oldida bo'lay. Nima uchun eskilik qilgan odamni bir butun dunyo jazolamaydi? Bu nuqta var. Men bir gapni dedik-ku biz. Eskilik qilgan odamning bir qism jazosini dunyoda qiladi. Ama hammasini emas. Yani bir qismlar jazolanadi, bir qism. Nimishqa? Ikkala ahvolda agar ikki tarafga og'sak, masalan, qattiq hamma eskilik qilganligi hammadan jazolasin. yoki eskilik qilgan odamning hammasini jazolamay oxiratda jazoni tatqinsiz deb yo'l qo'yib qo'ysin, ikkilisida sal masala buziladi. Bayatni dedik. Zodi har bir eskilik qilgan odam o'zining qilgan eskiligi jazolanmay dunyoda tatmay ketib qolsa, asta-asta yaxshi odamning ko'ngliga pit tushadi. Qanday gap bu? Deydigan bir gap bo'ladi. Bularning asta-asta bir tatib qilish olmagandan keyin, xatolashning ibrati bularning ko'ziga ko'rinmagandan keyin xatolish yo'liga menib qolish ehtimoli bor. Bu bir tarafi. Yana bir tarafi zodi butun azobini xatolashganligi adam har qatim xatolashsa, har qatim zulm qilsa, har qatim jazoni yesa, bu jazolab mengiversa, qanday bo'ladi? Oxiratga iymon etmaydigan odamda qarab dunyoviy azobning zolim uchiverganini ko'rsa, bo'lmaydigan ishga yo'q deb zulmdan qo'rqib yiroqlashadi. Dunyo azobi yetmaslik, dunyoda xafalık etmaslik uchun. Dunyoda savob jazo bir andisi savoligini biladi bu vaqtida. Bu vaqtida hin yaxshi yomonning o'lchimi bo'lmaydi. Shunga bir qism xatoliklarning, bir qism zulmlarning, bir qism jazosi dunyoda beriladi, qolganligi oxiratga keladi. Bu faqat ibrat yusidan. Allah subhanahu va taolo masalan dunyoda qisosni yo'lga qo'ydi. Va lakum fil qisasi hayatun ya ulul albab la'allakum tattaqun dedi. Allah subhanahu va taolo mush qisosda, ya'ni qisosda sizlarga hayotlik bor. Qisas alsanglar, sizlar davomli qalaymaqan o'ltirishdan saqlanib qolasiz dedi ya. Mushada mu'min va g'ayri mu'minning diqqat nazarini nega tortadi mushada?
hayatı dünyanın cezasına tartılır. Adam öldürsem beni mi öldürürken başkalar? To'xtab qalay. Dep meyli mu'min bo'lmasin, adam öldürsün saqlı. Bu noktalarda keskin kesip etkende adam öldürgen adamın cezası ölen degan şekilde. Şuna hiç kim qalaymagan aldırap dine birisini öttemeydi. Hem cezanı xonun kişilerinin qallarını sümürüp atkan. Kışığı kelsek mesela bununla ağır derecede bir kriz yetse bu bundan keyin kişilerini kılamay qaladı mesela. Yani onun alaka eskilikki oturup çıkmaya qaladı, to'xtab qaladı o işini olan. Şoňaşqa bu meselende bir taraf eğip kesse, mesela eskilik qilganlar bir bütün jazolanıp kesse, eskilik qilg'isi alamo anadan qo'rqib qilmaydi qoladi. Bu bir sınaq dünyası. Bir bütün jazolanmasa, eskilik qilmaydiganlar qarasa, hech kimning eskilik qilgan qarada jazolangan yok. İşi yürüyüşü vergen, özüm indi qap qalgan, asla bu yola kirib qalgan. Şoňa dünýanyň işleri nim bolady, tenfon boluş üçin ularning azabynyň bir kısmı dünýäde berildi. Şoňa biz dawamly dua kılymyzki, ey Rabb, makşilerni senin halimlikin, rahimdillikin bularni aldap koydu. Senin ahiretini bula güzel kiyin sanadı, kiçikken sanadı, bu patkenmeydi iken dep oyladı. Ularning bäzi cinayet bilen bulan azaplap koy. Nimişqa mizan tanfonsunda buna dua kılışımız gerek. Yani dünya bütünley azap dünyası olup kelse bu dünya olmay kaladı. Bütünley ibretsiz dünya olup kelse dünyada taraza muqim bulmaya kaladı. Ölçem normal mağmaya kaladı. Dünya ritmi normal mağmaya kaladı. Yani Allah subhanahu wa ta'ala zulüm qilganlarning, hadidin aşkan zalimlarning aqibetidagi halokatini dunyoda qiladi. Buni Allah'ın menizigi bilan ibrat almaydigan kishilarga ibrat qiladi buni. Masalan, dindan yiroqlashib dunyo oldini qilgan o'zining ne'mat, shuhrat, sharaf bilan oldini qilgan bir insonlar bo'ladi, dindan yiroqlashgan. Mushta bir insonlarning oxirgi kunlarida başka yaxşılık qilganlarning sadaqatla yaşaganını görürüz. Hayatı dünyada qattiq bay yaşap, ahiriste bichara bo'lib qolganini görürüz. Nurg'un ayollar var, mal dünya aldap, halaldındı, haramdındı, mal dünya toplagan. Dünyamı onunla sıhhi ilaç özünün ata ihsanını birib etken bir ayollarını görürüz. Ahirki günlerde bu dünya yok olup, davalangılı, doğru pulusunu tapamagan ahvallarını görürüz mesela. Hatta ölüp ketken vaqtda kishilar jinoza chiqqanlarini o'zi yig'ish qilib hal qilganini ko'ramiz. Bu jamiyat yuz berayotgan ahvol. Bu xil shakldagi ahvollar, bu hodisalar hammasi ibrat. Bular butun odamning ko'z oldida yuz beradigan ahvollar. Buni nurg'un odam biladi. Ya masalan ya gazetlarda basiladi bu ahvol mushkullarda ko'ryapmiz. Yoki mahallada taqtilib bisbisni. Demak, muhimi bu yerda bu gap hammadan bildigan. Nima uchun bunda masalalar oturup çıkıdı, meşhur olup gidiyordu. Hemen bildiğin nersege ayrılır ise ibret buluş için yani. Çünkü bu kanuniyet. Allah ibret buluş için bir kısım işlerini bu şekilde oturup çıkırdı. Mesela hem de Yahudiler'e karaylı biz şuların hakkında ketavatımız. Bu da Medine'nin hocayları itti öz vaxtıda. Uruş soğudigerleri itti, uruş kozgaydıgan. Koral soğudigerleri itti. Aynı şekildeki ahval bugünkü dünyada mı şu? Nerede uruş olsa keylinin Yahudi çıkıdı. Məqsidi oturdan çıkıvatkan güçlerini besiş, özlerinin kurallarına kadar setiş, pul toplaş. Veya ki başka siyasi gırızlar. Medine'de mi şunda attı? Ahirde verip ahval neye görüp toxtadı Medine'de dese, buların öz yurtlarının qoğlandı, bular malları elinde, balıvaqları esir elinde. Mesela bulağa nispeten bir harlık emas mı? İnşallah kürümüz inşallah. Muşu dünya hazır biz yaşavatkan muşu esir, muşu günlerdeki dünyaya qalaymagançılık salavatkan özünün şəxsi mənfəətini də özünün mal mülk xəzinesini tolduruz üçün milyonlagan kişilərinin yurtdan qoğulunub öldürülüşü səbəb olan kişilərinin harlıqını pat arada görürüz inşallah. Hoş. Yani ayet qaytikileyle Allah subhanahu wa ta'ala bularning bu qıtımqı tallaşını nəhayət ağır dərəcədə əyibledi. Bi'səməş təravdigini
bular nayet egri xata so'zidan birini qildi bular. Ziyan so'zidan birini qildi. Buning sababi ayakfuru bima anzalallohu baghiyan, ya'ni bu so'zning shakli bular Alloh tushirgan Qur'oni Karimga kofir bo'lish egri xata so'z oldu bu. Oyatdagi bag'i degan bir so'z bor. Bag'i degani har qanday bir had hududdan o'tib ketish, chekidan oshib o'tishni bag'i deydi. Alloh subhanahu va taolo har narsaga bir chek vaqtgan, chegara vaqtgan, har narsaning had hududi bor. Kim bu had hududdan o'tsa shu sohada bag'a bo'ladi, haddan eshib ketgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bekitgan chek chegaralar olsa ahkamlar, halol haromlar. Ba'zida buyruq bo'ladi bu, ba'zida cheklar bo'ladi. Shunga o'xshab Qur'oni Karimda buni ikki oyatda, Sura Baqaraning 229-oyati, 187-oyatida mana shaklda ifodalaylik. Tilka hududulloh fala ta'taduha. Bu bir xil cheklimi shakldagi Allohning had hududini ko'rsatadi. Bu Allohning had hududi bo'lib, cheklimasi bo'lib o'tib ketmanglar. Yana bir oyatda tilka hududulloh fala taqrabuha. O amr olsa, ma'o cheklima. Mesela tilka hududullah fala ta'taduha buyruq şekilde. Allah mana buyurdu. Bunundan başka yoqqa ketib qolmanglar. Bu emri şekildeki hudud. Tilka hududullah fala taqrabuha. Mana ma Allah'ın çeklimeleri bunun yıqlar bu çekleme karakterdeki nehi şekildeki hududlar. Endi Yahudilarning meselesi kelsek, Banu İsrailning meselesi kelsek, bularning bag'i hadidin eşinin sebebi ne modise, bularning hadidin eşip bu yoldan başka yolunu tanlashning sebebi Resulullah'a bo'lgan hasad. Resulullah'a peygamberlikning kelishi, Arablarning ichidan Arablarga bir peygamberning kelishi. Yahudlar peygamber ko'p bo'lgandan keyin o'zining ichida shuni o'ylaydiki, bular Allah'ның ziminga avatgan peygamberlikni miras olgan odamlar. Yani bizninkini de peygamberlik deb o'ylaydigan odamlar bu. Tavrat, İncil ahirgi bir peygamberi hoş bisharat bergandan keyin bo'ldi deyki, yo'q bizdan chiqadi bu dedi. Tavrat, İncilda hoş bisharat var emasmi? Bizdan chiqadi dedi. Chunki risolat, ya'ni rasullik, elchilik va nubuvat, payg'ambarlik bizdan chiqib ketmaydi. Biz degan Allohning tanlangan bandalari biz deb munda o'ylaydi bular. Shunglashqa bular e'lon qilgan pat arada keladigan payg'ambarga biz ergashamiz, uning yordamimiz deb e'lon qilgan bular. Ammo bular tuyuqsiz bu peygamberning o'zining emasligini ko'rdi. Bu peygamber o'zidan chiqmadi. Shu vaqtida bular kibrlik, hasad degan narsa bularga to'shdi. Ya'ni bular qanaqa bu deb bir xil tuyuqsizlik his qildi bular. Dediki, bu bizdan chiqmagan ekan, nima ergashimiz biz bunga? Qarshi chiqimiz bunga. Mana shaklda oldi. Ya'ni bulardan risolat tashlandi hozir bu qatam payg'ambar davri kelgan vaqt. Nimishqa buni loyiq emas. Tarixdan buyon o'zlarining payg'ambarligi bular sodiq bo'lmay kelgan. Tarixdan buyon o'zlariga tushgan diniy vazifani ado qilolmadi bular. Unda o'gandan keyin cho'qim bularning kufrligiga, ma'siyatiga qarata Alloh buni jazolash kerak. Risolatni boshqa millatga qo'yish kerak. Bu Allohning qonuniyati. Qur'oni Karim dedi ya Allah Subhanahu Fatir'dagi 16-17 oyatlarida İyyeşe yuzhibkum ve ye'ti bi halqin dedi. Bu kanuniyet. Bir millet ziminde Allah'ın uladın istediğini joyida ado qilolmasa, şu millet o'zining ustiga tushgan vazifaga qarata sal qarsa, yani vazifani ado qilolmasa, layoqatsizlikni ko'rsatsa, yuzhibkum ve ye'ti bi halqin dedi. Sizlarni Alloh yo'qdi bu dunyodan aktab yangi bir xalqni maydonga keladi. Bu demak nima demak? O xalqning hammani o'tiraplamay, ya bu xalqning yo'qolishi, o xalqning adamlarining yo'qolib ketishi emas, shu xalqning kimligining yo'qolishi. Manda bir millat vatdi deb o millatning ziminda tilga ilinmasligi, siyosiy jihatda, iqtisodiy jihatda la yu'bau bih, ya'ni hech kim parvo qilmaydigan manda bir narsaga aylanib ketishi. Sizning so'z olmaslik, buning ustiga boshqa bir millatning birisi hukmronlik qilish. Bu Allohning qonuniyati. Bu nuqta esimizdan hargiz chiqmasligimiz kerakki, biz qanday shaklda olsa üstümüzge tushgan vazifani sog'lom shaklda joyida ado qilsak, bizning mavjudligimiz shu. Aks taqdirda vazifamizni ado qila olmay, hamma odam shaxsiy tushunib, o'zining shaxsiy ishlar bo'lib ketsa, shaxsiy bo'lib ketsa, ya'ni millat qolmaydi dunyoda. O millatning adamlar qolib qolsa-mu, tili qolmaydi, madaniyati qolmaydi, ismi qolmaydi o millatning. Yashaydi hamma odam. Dunyoda munqarzildigan gap. Munqarzilgan bu. Allah Subhanahu wa Taala ahli kitobni nurg'ulg'an elchilik vazifalarida
sınagan bularni. Lekin biz ilgari oyatlarda o'qigandek bir bilik payg'ambarlarni inkor qilgan, inkor qilmaganlarini o'ltagan. Şoňaşqa Allah bulardan bu risaletini tatip ediş gerek. Bu vazifani, bu büyük vazifani tatip edip ulardan başka milletke beriş gerek bunu. Ahırda netice aşta oldu. Allah peygamber en ahirki asmandan ziminga avatiladigan asman rizaletinin ahirisini Araplarda buluşunu tanladı. An buluşun olan baqav haddini qana qildi, açtı. Yoldan çıktı bular. Asli ibret ediş gerek. To'g'ri. Tarixdan bu yan, neçe ming yillardan bu yan, ta Musa alayhissalomdan tortib İsa alayhissalom chiqib ta bugunga qadar biz Allohning tanlangan bandalar bo'lgan, tamam. Bizni nurg'un payg'ambarlarni chiqargan, nurg'un kitoblarni tushirgan. Endi bu qitim bu payg'ambar boshqalarni chiqadi. O'zimizga bir qarab baqaylik deb o'zini bilish kerak bo'lar. O'zining qilgan atganlarini qaytadan bir ko'zini ko'chirib chiqish kerak. Baghiyan ayyunazillallohu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Yani bula deydi. Allah öz fəzlini bəndlər içindəki xalqallah üçün üzgənliyi həsəd qilish üçün. Muş nöqtə nədən açdı bula? Müşahid biz şunu bilə alayımız ki, risaletlə, peyğəmbərliklə elçilərin tanınışı bu Allah'ın fəzli olub, Allah xalq adəmə xas qılıdır. Qaysı millətdə bununla salahiyyət hazırlansa, şu millət bu vəzifəni üstüge alıdı. Allah subhanahu wa ta'ala bizning qollarımızı qoyub etib, bizni imkaniyetlerge ega qilgan vaqtida biz Allah'ın xahişidan chiqmaymiz. Balki boysunamiz. Bilamiz ki her qanday imkoniyatning dunyoda mustaqilligi yo'q. Bizga berilgan har qanday imkoniyat bir butun mustaqil imkoniyat. Uni biz saqlab qolmaymiz. Allah ba'din uning kontrolligisi, kontrolligi Allohning ilkida. Buni olishi inson o'ziga oldinib kelmas. Agar har narsaga mustaqil imkoniyat berilib, zotiyatda o'z imkoniyat şekillense insan özüge qanaqını olduğunudur. Hemmiş qarab baqay dünyada işinin bir tarafı bir yenge bağımlı. İnsanın iktidarının halkıgan bir tarafı olur. Lekin insanға hizmet kılıdı. Bu nokta emöylenge aydın mesele. Mesela deyli bir misal alaylı dünya çempiyonları var. Malum bir uyanda. Mesela boksta dünyadaki birinci derecelik çempiyon buludu bazı. Bazen terbiye türleri de dünyadaki birinci derecelik çempiyon buludu. Bu hem de muşu uyandaki insan mükemmelliğinin en yüksek tarafı değişik buludu bunu. Muşu uyandaki insani mükemmelliğinin en yüksek tarafı değişik buludu. Ama muşu mükemmellik çempiyonda müstakil emas. Çempiyonluğa müstakil birilgen bir iş emas. Eğer müstakil şop kalsa o ülep boğucu şu çempiyonluğunu, şu haletini saklaş gerek. Saklayamaydı insan. Çünkü yeni bir bunundan eşquraq adamdan birisi ki bunu qalba qilib ketishi mumkin. Bunundan bu bir sebep. Yeni birisi ma'lum bir onunğa çeklimimiz ağrıb qalib yoki bir qanish hodisiga yo'liqib yoki har qanday bir sebep bilan bir çeklimeden birisi kelib bu çempionluqqa yaramaydigan qilib qo'yishi mumkin. Her halda o dünyadaki ma'lum bir turdagi çempionning çempionluqi davam qilmaydiganligi edi. Nimishqa o çempionluq o'zi mustaqil, aniga berilgan, mustaqil uningdagi o'zgarmas, tatib elinmas bir narsa emas. Uningga bergan Allah. Allah uningga bergan ekan buni boshqalarga berdi. Shuningcha bir nuqtani tushunish kerak. İnsan şunu bilish kerakki, insoniy mukammallik davom o'zgarib turdi, hech kimga davom qilmaydi. Saltanat Allah tarafından berilgan bo'lg'achqa o'zgarib turdi, hech kim davom qilmaydi. Tarixda 400-500 yil hukm surgan hokimiyat yo'q, intayin az, pek az. Masalan, hukumatlar aytdimi? Tarixda 100 yil, 200 yil, 300 bayon davom qilgan boylik yo'q bir jamiyatning masalan. Tarixda uzun davomlashgan saltanat yo'q. Qisqagina hayotimizda nurg'un ishlarni ko'ramiz. Kichik vaqtimizda biz hayron, havas bilan, ishtiyoq bilan, taajjub bilan qaraydigan nurg'un nupuzli kishilar bor. Bugungi kunda ularningki har xil o'ringa uchib qolganligini ko'ramiz. Kichik vaqtimizda bir yetim bolalarni ko'ramiz, bugungi kunda nurg'un nupuzga erishganligini ko'ramiz. Bu insonga berilgan imkoniyatlarning, mukammallikning, go'zallikning hammasi, yoki boylik, nupuz, saltanat olsun, bu bir zotiyat yo'q, ya'ni mustaqillik yo'q. O qanday turadi? Mustaqil, mana shu mening ketdi,
men deydi deb tutib qo'yilgan narsa emas. Bu sirtqi kuchga bog'langan bir taraf bo'ladi. Xolisa Allohni oladi, xolisa davom qiladi. Yükseklik yetken her qanday bir odam ma'lum vaqtdan keyin tushadi. Chunki biz o'zgaruvchan dunyoda yashayapmiz. O'rliga odamning tushishi va mukammallik Alloh qilam xos. Alloh subhanahu va taolo o'zining mukammalligini o'zi qo'g'daydi yani. Mukammallik Alloh xos. Anda olsa o'zimizning gibiga kelsak, Yahudiylar asli bu jihatlarda risolat masalasida dunyodagi payg'ambarlik vazifasini ustiga olishda nurg'un payg'ambarlar bularning ichidan kelgan bo'lg'ach, ulul azm bo'lgan payg'ambarlarning ikkisi bularning ichida bo'lg'ach, kitoblar tushirilgan bo'lg'ach, bular o'zini mukammallab o'ylab qolgan. Biz insoniyatning ichidagi Allohga yaraydigan bandalar biz, voy bizga do'zax kirmaydigan bandalar biz deb o'ylab qolgan. Bular mushu qonuniyatni tushunmadiki, vazifangni joyida ijro qilolmasang, ado qilolmasang, yo'qolasan degan qoida unutib qoldi. Shuning bilan bularga egri keldi, payg'ambarning o'zining ichidan chiqmay, arablarning ichidan chiqib qolganlar. Bular buni yaratmaydigan bir arablarda. Shuning bilan Rasululloh bilan hasad qildi. Qur'onning arablarga tushishini hasad qildi. Alloh subhanahu va taolo shuning bilan bularga qandoq tamg'ini bosdi. Faba'u bi ghadabin ala ghadabin va lil kafirin azabun muhin. Bular qat-qat üstü g'azab bilan qaytdi. Bular g'azabga noil oldu bular deydi. Nima ishqa tarixiy xatolikning ustiga bir xatolikni yuvish pursti kelgan vaqtda yana xatolik o'tkazdi bular. Jinoyat ustiga jinoyat o'tkazdi bular. Allah subhanahu wa taolo bu oyatda bizga xabar qilib deydi, ular ikki qatim g'azab qildi deydi. Birinchi qatimlik g'azab, bular Tavratda kelgan buyruqlarni ijro qilmadi. Alloh bularga g'azab qildi. Ikkinchi qatimlik g'azab Tavratda tilga ilingan va ulardan iymon aytish talab qilingan payg'ambar kelgan vaqtda buningga kafir oldi bular. Asli bular Alloh rozi bo'lsin uchun iymon etish kerakdi. Chunki o'tkazilgan nurg'un xatoliklar buning tarixiy xatoligi. Bu xatoliklarni bu qatim Rasulullohga iymon etish orqali tuzitishi kerak, yuvish kerak bu xatolikni. Lekin bular kafir oldi. Shuning uchun Alloh bularga qayta g'azab qildi yana. Valil kafirina azabun muhin. Kafirlarga dardlik azab bor. Qur'oni Karimdagi azab biz hozir qadar o'qigan oyatlarimizda azabun halim deb sifatlandi. Bu dardlik deb tarjima qildik. Azim, azabun azim, büyük azab deb sifatlandi. Azabun muhin, xarlıqçı azab deb sifatlendi. Bir neçe xil sifat bilan keldi. Alim degine, ağırqı qattiq, azablangan odamga qattiq dard yetkazdi deb manda tushunsak bo'ladi. Masalan, faraz qilsak, azablangan odam ishim turlarida uning ta'sirlari ko'rilishi mumkin. Boshqalar xo'shamaslik uchun, masalan, boshqalarga o'zining badandagi azab ta'sirini ko'rsatmaslikka tirishishi mumkin. Alloh uningga azim bo'lgan azobni keltirdiki, uni ko'tarishga qodirlanmaydi. Chunki bu yerdagi azobning buyukligi, azim deb sifatlashi buni ko'tarilmaydigan bir holatga keladi. Azim degan insonning taqdini yuqori degan gap bo'ladi. Endi inson dunyoda kufrga boshchilik qilayotgan, kufrning besh bo'lib qolsa, Allah'ın dininin aldığı turub bununla qarşı çıksa, özünün qavmiga başçılık qilib diniga qarşı çıqqan bolsa, Allah ularga azabı muhin keltiradi. Yani bir noktaga, inchki noktaga diqqat qilaman. Azabun alim. Qattiq azabdir. Ve bu azabni o'zila his qilib boshqalar ko'rmasligi mumkin. Masalan deyli. İkincisi azabun azim dedi. Büyük azab degani ko'tarilmaydigan azab dedi. Bu bir xil azab bo'ldimi? Üçüncü xil azab, azabı muhin. Xarlıqçı azab yani. Xarlıqçı degani adam azab tatqandan başqalarının oldida xarlanadi deydi. Bu gap nimaga bandoz desa, bir misol olsak, mahallada hammani qo'qitib, yillardan buyon hammadan oldida cho'ng'lab, uni höpö deganini toza mushlab, urib, yasab, o'zini cho'ng tutayotgandan birisi bor. Kim o odam yashaydigan? Tuyuqsiz kunlarning birida birisi o'tirib chiqib bilan buni qattiq yasab qo'ysa, ikkinchi qatim yuzini ko'tarolmaydi ya bu. Haqning oldida qattiq xarlanadi ya bu. Ana ma azobi muhin kimlarga beriladi desa, ashta o'zining qavmining oldida, butun millatlarning oldida biz degan anda millat, bunda millat deb cho'ng yashab, o'zini cho'ng tutib, cho'ng kurab, biz degan ani boshqurimiz, mani boshqurimiz deb, biz aning keyinda va maning keyinda va deb manda qilgan bir odamlar. Biz degan kim o?
degan adamlarninki dunyoda ig'ri darajada azob quchirishi boshqalarning oldida yomon xorliq bu. Yüzüklidaninki şu meyada azabı muhin deyişi, xorlig'uchi azab deyişi bu ig'ir darajada ahonat atıdı bu. Ma şekilde yani ma odati normalda ichki alamdan aylik azabın alimdeki alamdan mal qattiqroq bo'ladi. Bir adam azoblansa, hech kim ko'rmasa, uyda azoblansa yoki ichki qalbida azoblansa, bir taraf bo'lib qolsa, azab bilan birga xalqning oldida haqoratlanib, ahonatga qolsa, bu qat-qat azob bo'ladi. Yahudlarga kelgan vaqtda Alloh azobi muhin deyishi, Yahudlar o'z vaqtida mashta, bugun mana shta voy biz degan anda, biz degan bunda, davlat mana taraqqiy qildi, biz degan dunyoning saqchisi yoki dunyoning o'si, busi, dunyoning iqtisodini, ekonomisini biz qanaqa qilamiz, kontrol qilamiz, biz shunda tushib kelsak dunyoning iqtisodi zukam bo'ladi degandek bir gaplar, dunyoda bunday yashagan odamlar bu. Alloh mushluga bir xorliq azob keltirsin, bular yuzini dunyoda ikkinchilab qanaqa qilmaydi, ko'tarmaydi. Ma'u azobi muhin. Abdurmiyada bir misol keldi. Masalan, bir odam şu mahallada nayt küçük bir adam kişilerin hammasi qo'rqudi. Sen onu uruplam yoki yiqitiblam xalqning oldida qattiq haqorat qilsang, amma holatda xalqning oldida ahonat qilgan bo'lsa, ma odam undan keyin xalqqa hech kim yuvolliq qilib, cho'ngchilik qilishga petlanmaydi. Buni ma'vodati normalda azabun alim bunda ichki holatdagi dertlik, dert tatgan, odamni dert tatqizadigan azobdinmi ig'ir bo'ladi ma'u. Shunlashqa Sur Maryam'da Allah subhanahu wa ta'ala ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ. Biz har qanday guruhdan kim eng yo'g'onchilik qilsa, kim eng qattiq qarshi chiqsa, eng yo'g'onlik qilsa, shuni tartib chiqib jazolaymiz deydi. Chunki eng yo'g'on odamga nisbatan berilgan azob pek ahonat bo'ladi unga nisbatan. Yana bir oyatda "Zuq innaka antal azizul hakim." Bu lekin nima desa bu boshqalarning oldida o'zini yo'g'on deb turgan odamninki ig'ir darajada qana qilishi, xorlanishi, azoblanishi hisoblanadi. Ma shaklda azob dardlik bo'lgandan boshqa, seni azoblagandan boshqa ahonat bo'ladi. Yahudlarga ma bugungi oyatda beriladigan azob qanday azob desa oyatning oxirida "Valil kafirina azabum muhin" deb azob qana shaklda sifatlanadi. Azobi muhin degan shaklda sifatlanadi. Endi oldingi oyatda 90-oyatda Yahudilarninki bu qatimqi tanlashda ig'ir xatolashganligi tilga olindi. Ya'ni payg'ambar alayhisolatu vasallamga iymon etmaslik sababli bir kelgan fursatni qo'ldan berdi bular. O'zining tarixiy xatoligini yuyish fursatini qo'ldan berdi bular. Bu qitim o'tkazgan xatoligimi bir odamning o'tkazgan sahvallik shaklidagi yoki bilib bilmay qilgan bir xatolik emas. Bularning ichki xatoligi bu. Yurakdagi kasal tufaylidan bo'lgan xatolik bu. Ya'ni azob haqiqatan loyiq insonlar. Buni Alloh subhanahu va taolo bizga 91-oyatda bayon qilib berdi. Estaizu billah va iza qila lahum aminu bima anzalalloh qalu nu'minu bima unzila alayna va yakfuruna bima wara'a. Bularga deyilsa, hoy, o'zingni osmon dinining ahli deb qarayotgan insonlar, samoviy kitoblarning sohiblari deb qarayotgan insonlar, sizlarning shu kitobingizda tilg'ilingan ma payg'ambar keldi. Bu payg'ambarga Qur'on tushdi. Siz buni iymon aytinglar. Nima ish iymon aytmaysizlar? Nima pakiting bor desa, ular deydi-ki, yo'q, biz o'zimizga tushgan narsaga iymon aytamiz. Biz Tavratga iymon aytamiz biz deydi. Bizning Tavratimiz bor deydi, boshqasiga inkor qiladi. Halbuki buning bu gap agar haqiqiy rasul bo'lsa, biz ilgirki oyatlarda o'qigan ahvollar yuz bermaydi. Bularning payg'ambarlarni inkor qilgan ahvollari, payg'ambarlarni o'ldirgan ahvollari yuz bermaydi. Chunki Tavratda hech qanday payg'ambarni o'ldirgan deb yo'q. Agar bularning gibi rasul bo'lsa, Tavratdagi payg'ambar alayhisolamning sifatlari bularni Rasulullohga iymon etqizdi. Ya'ni bular bu jihatdan endi xumsizlik qilyapti bu yerda. Bizga o'zimizdan kitib olmasmizdan. O'zimizdan kitib olib, o'zimizdan kitib iymon aytamiz. Biz da'vatutu ig'izda. Har qanday botil ahli ashtavdi. Botil ahli ashtavdi. Masalalarni bahana ko'rsatishda olsun yoki uni bununda olsun, bahana ko'rsatib mas'uliyatdan qochishga urinadi.
Özünü aqlash ko'rinadi. Halbuki bularning eg'izdan chiqqandan amaliyati bizga zid kelib bularning yolg'onchiligini, kazzobligini ifodalaydi. Har qanday batil ahlashda. Va huval haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Halbuki Qur'on ularning Tavratdagi mazmunlarga zid emasdi. Buni imo etmoqdak. Qur'on Tavratni tasdiqlaydi, prinsip jihatda o'xshaydi. Unda bo'lgandan keyin uni imo etmaymiz deyishga sabab bo'ladigan hech bahonasi yo'q. Agar Tavratga qarshi bo'lsak, bizning Tavratga qarshi ekanmi bu? Ya, unda qilsa qolmaydi. Desultdi. Lekin qarshi emas. Musaddiqan lima ma'ahum. Bularga hujjat sifatida bir qizga qilinki Rasululloh payg'ambar xitob qilyapti. Bularga denki, falima undaqda agar sizning shu gapingiz sodiq bo'lsanglar, gapinglar Rasululloh bo'lsa, zodi Tavratga amal qila olsanglar, falima taqtuluna anbiya Alloh min qabl in kuntum mu'minin. Agar siz haqiqiy Tavrat ishni olsanglar, nima ishga ilgari payg'ambarlarni o'ldirdinglar? Tavratni payg'ambar o'ldirgan deb bormi? Mushung bir gap qilinglar deb bularning eg'izini tutdi kelgan vaqtida. Depaqinglar qani davatidi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bizga yana yahudlarningki Rasulullohga iymon etmaslik mavqesini bayon qilib, halbuki bular iymon etishga Tavrat burilgan emasmi? Ashta turib iymon etmadi bular. Bu mavqeni bayon qilyapti. Davatidiki ularga Alloh tushirgan Qur'onga iymon etinglar deyilsa, yani Rasululloh ularni islomga iymon etishga chaqirsa, Qur'onga iymon etishga chaqirsa rad qildi. Deydiki bizga tushirilgan, yani Tavratga iymon etamiz, qolganini hammaga inkor qilamiz. Qolgan isimiz bizga Tavrat bo'lsa bo'ldi. Deydi bular. Biz bilamizki, kufrlik bir narsani yo'qash degan gap. Agar payg'ambar alayhisolatu vasallam ulardagi Tavratdagi mazmunga qarshi mazmun akagan bo'lsa, bu bizning dinimizni yiqilib ketdi. Biz şu bununla inkar qilamiz. Desultdi. Lekin Rasululloh ulardagi Tavratdagi mazmunni tasdiqlagan shaklda keldi. Prinsip jihatda o'xshash. Rasulullohning tashabbusi Musa alayhisalom tashabbusidan farqlanmaydi. Qur'onning tashabbusi Tavratning tashabbusidan biri o'xshash, ikki sanoviy kitob. Prinsip jihatda. Ondan nima uchun Qur'onga inkor qildi bular? Tavratga hech qanday bir qarshilik yo'q-ki. Halbuki Tavratning o'zida payg'ambar alayhisalom iymon etish haqida nurg'un ta'limotlar borki. Demak, bular Qur'onga kofir bo'lgan vaqtda, Qur'onni inkor qilgan vaqtda Tavratni birga inkor qilgan bo'ladi. Chunki Qur'on Tavratdagi mazmunlarni tasdiqlaydi. Mana musha Alloh subhanahu va taolo bu oyatda bularga aytdi, pakt, eg'ir paktlarni ko'rsatib, davotidi. Sizlarning bu xil kufrliqinglar, bu xil inkoringlar, bu xil sulukinglar, sharkitinglar sizga kelgan har qanday payg'ambarga qarshi. Agar Musa alayhisalom bugun hayot bo'lib qolsa, mashuni qo'llamaydi. Agar sizlar iymonni kangri qalb bilan haqiqatan qabul qilsanglar, depaqmanda bo'lsa, ularda qalbinglarda haqiqat bo'lsa, haqiqat tarafdori bo'lsanglar, depaqinglar qani Allohning payg'ambarlarini nima uchun o'ldirgandinglar? G'alima taqtuluna anbiya Alloh min qabl. Allah'ın peygamberini nima uchun o'ldirgandinglar? Sizlarning Tavrat kitobinglarda Allohning avliyolarini o'ldirish bormi? Bu yerda Alloh subhanahu va taolo keyingi oyatda xuddi ularningki nu'minu bima unzila alayna va yakfuruna bima wara'ah degan gapiga qarab qarshi pakt bo'ladiki, bizga tushganga iymon aytamiz, boshqasini inkor qilamiz degandan keyin bular. Dafaqlarda sizlarga tushganga iymon aytib boshqa qolsanglar, sizlarga tushgan shu Tavratni adam o'ltiringlar bormi? Payg'ambarni o'ltiringlar bormi? Ya'ni sizlar bu gapinglar agar Rasululloh bo'lsa, sizlarga tushirilgan shu kitobga iymon ayta olsanglar, qani sizlarga tushirilgan shu Tavratning biri dalil keltirib baqinglar, payg'ambarni o'ltirishni aqlaydigan, muboh qiladigan. Agar sizlar haqiqatan Tavratga iymon aytgan bo'lsanglar, tabiiyki bular rad qaytarmaydi. Chunki bular Qur'onga emas, o'zining Tavratiga kofir bo'lgan odamlar bu. O'zining Tavratini rad qilgan odamlar bu. Musa alayhisalomni qaqshatmagan ish qilmagan insonlar bu. Bular bizga tushirilgan Tavratga iymon aytamiz degan gibi yolg'onchilar bular. Chunki ularga tushirilgan Tavrat payg'ambarlarni o'ldirishga buyurmadi. Xuddi ular o'ziga tushirilgan narsaga kofir bo'lgandek mashhadga gap bo'ladilar. Muhammad alayhisalom tushirilgan Qur'onga kofir bo'lgandek bir ikki xil ifoda chiqyapti bu yerda yani. Yani Qur'oni Karim bu kofirlarning eg'izlarini atgudek darajada paktlarni, kuchli paktlarni bizga aytyapti. Bu paktlar shuni ta'kidlaydiki, bular
bu munozirada qarshi fakt keltirishga ojiz bo'ladi. Tamam, bularning ichi masalasi tugadi. Endi bu yerda biz yuqorqi mazmundan boshqa bir mazmun diqqatimizni chekadi. Oyatda falima taqtuluna anbiya'allahi min qablu deb min qablu degan bir iborat bor. İlgiri sizlar payg'ambarlarni nima qilib o'tiribdinglar degan bir gap bor. Nima uchun Alloh nima qilib payg'ambarlarni o'ltiribdinglar demay, ilgiri degan gapni qo'shib qo'ydi desanglar. O'shadagi min qablu degan so'z Rasulullohni xotirjam qilish uchun. Yahudlarning mijozi payg'ambarlarni o'ltirish ya, ansiraydimdi. Yani mana bu qana qilamiz, yengillik qilamiz deb. Yani ilgiri degan gapdan buni davom olmaydigan bir hukm chiqadi. Ya'ni ularning payg'ambarlarini o'ltirish jinoyati tugidi. Bundan keyin sana hech qanday bir nima yetkazolmaydi, daxli yetkazolmaydi bular. Bularning undaq ishlar aqmaydi bugun. U ilgari bo'lgan ish shu. Degandek Rasululloh bir tasalli bo'lib qolsa, yana bir tarafdan, yani shu vaqtning o'zida yana Yahudilarning Rasulullohni o'ltirish orzusini yo'q qilishga xiyolida shu kuni o'ltirsak tugami deydigan bir xiyol bo'lib qolgan bo'lsa, alayhissalatu vassalam Yahudilarning min qabl o'ltirish. Chunki Yahudilar ko'nglida Qur'on ishini, Rasulullohning ishini. Ama hasadan inkor qilib qarshi chiqadi. Bu nuqtadan Qur'ondagi oyatlarda tilg'anilgan mazmunlar bularni qo'rqitdi. Chunki bular ko'ngilning tagida buning ishini deydi. Allohning so'zi ekanligini e'tirof qildi ya ko'ngilning tagida. Min qabl bundan ilgari degan negilar acaba asalan biz o'ltirilmasib qoldikmi yoki bizni o'ltirolmaydiganmidimiz yani degandek bir xil qo'rqinch bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarning qalblaridan Rasulullohning ansirashni evatmoqchi bu yerda. Ya'ni ilgirki payg'ambarlarga bo'lgan, Banu Isroil bo'lgan u ishlar, o'ltirilishlari ma Rasulullohga bo'lmaydi. Bu orqali Qur'on Rasulullohga aziyat bermoqchi bo'lgan har odamga qaytish yo'lini kesgan. Sen xiyol qilma. Ma payg'ambarga taxlit qilmaysa, ma payg'ambarga ziyonkashlik qilmaysiz degan shaklda. Chunki o o'z vaqtidagi bir davr tugudi u. Agar yani Mavla agar payg'ambar islomni o'ltirishga suiqasd qilsa, hargiz utuq qozonmaydi, nishoniga yetilmaydi. Bu mazmun Qur'oni Karim bu oyatdan chiqadi yani. Yahudilar mush oyat karimga tushgandan keyin mo o'zlarining suiqasdidan qaytmadi. Rasulullohni, payg'ambarlarni, elchilarni o'ltirish dan iborat hadisni ochgan tajovuz qilmishlaridan yig'ilmadi bular. Bular Rasulullohni bir necha qatim o'ltamoqchi bo'lishdi, bir qatim o'zlarining mahallasida Rasulullohning ustiga tosh tashlamoqchi bo'ldi, lekin Jibril alayhissalom Rasulullohni askartib, Rasululloh tosh tushishdan ilgari o'zining o'rnidan qo'zg'aldi. Endi bir qatim Rasulullohga zahar sepadi va boshqa nurg'un urinishlar va hammasi mag'lub bo'ldi. Demak, oyatdagi min qablu ilgari degan gapning ma'nosi sizlar payg'ambar alayhissalomni, Muhammad alayhissalomni o'ltirish orqali qutulishni o'ylashgan bo'lsanglarmi, ilgirki payg'ambarlarga qilgandek, bizga deymizki, qilolmaysiz. Birovlar qilgansizlar, endi qilolmaysiz degandek bir ifoda cho'ma. Nima oyat ularning qalbiga nisbatan ümidsizlik qarshilashga yetarli oyat. Mishqa bularning payg'ambarlarni o'ltirish uslubidan bular keyinga chekinsin, bunda ishdan yig'ilsin uchun. Lekin har holda bular o'zlarininki ashna bir o'ltirishga urinishlarda davom qildi. Ya'ni davomli Rasulullohga suiqasd qilmoqchi bo'ldi. Ondan boshqa bu oyat yana Rasulullohni va mu'minlarni bir xil qana qilish, tasalli berish ularga, mustahkamlash, ko'nglidagi ansirashni evitish rolini o'ynaydi. Ya'ni Yahudlar qanchalik suiqasd qilsin, Alloh ularni hech narsaga ega qilmaydi, imkoniyat bermaydi ularga degandek bir ma'no chiqadi. Oxirdagi in kuntum mu'minin degani agar haqiqiy mu'min bo'lsangiz, uzanlig'i tushgan Tavrotga haqiqiy ishongan bo'lsangiz, tapaqliqada ilgari payg'ambarlarni nima uchun o'ldirgandinglar degan ma'noga kelgan. Shuning bilan bugungi darsimiz bu yerda to'xtasin. Darsning davomini Alloh nasib qilsa, davomli kelasi soatlik darslarimizda davom qilamiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.